Korxonalarga zo'r qilib yetib boradigan tok kerak. Uning uchun nima qilish kerak bilasizlar? Transformatorni o'z vaqtida nazorat qilib turish kerak. Akalar, xuddi shunaqa yomon ahvolga tushib qolmaslik uchun transformatorni moyini o'z vaqtida almashtirish kerak. Konditsioner banka, puskatel, avtomatlari, visokiy liniyalarni, perdaxlanitrlarni hammasini vaqt-vaqtida nazorat qilib turish kerak. Akalar, transformatorni remont qilish, yangisini o'rnatib berish bo'yicha korxonamizda barcha turdagi xizmatlar mavjud. Undan tashqari bolalarimiz ham professional ish qiladi, xudo xolasa. Undan tashqari energetik xizmatimiz bor. Hujjatli ishlarni barchasini qonuniy hal qilamiz. Akalar, yana bitta narsani aytay, konditsioner banka bor. O'sha konditsioner bankani transformatorga qo'ymasanglar, ko'sinish figa ortiqcha 3000 so'mdan pul to'laysizlar. Masalan, elektr energiyaning narxi 1000 so'm, ko'sinish figa tushsanglar, rashotinglarda ko'rinadi. 3000 so'mdan korxonalardan pulni yechiladi. O'shaning uchun transformator nazoratini bizning korxonaga topshiringlar, xudo xolasa zo'r qilib ishlarni bitirib beramiz. Undan tashqari xuddi shunaqa yomon ahvoldagi transformator, yaroqsiz ahvoldagi transformator bo'lsa ham remontini qilib yoki yengisiga almashtirish kerak bo'lsa ham professional xodimlarimiz ishlarni zo'r qilib bitirib beradi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer bor, telefon qilinglar, ishlarni bitirib beramiz.